Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada Sadaka Hacı Roza. Washington'da sözleyimiz bugün çizlağa 2024 yıl vatandaşım. O kiçinla 2005 yıl 1. ayının 5. günü. Hepteki yekşembe vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiğin leksiyalarda avval vaziyet doğrusu degep bulsak, birinchi olib Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden prezidentning davlat bexatarligi bo'yicha maslahatchisi Jack Sullivan bugun Latindagidek Hindistonni ziyorat qiladi vatandosh. Hozir Hindistonda ikki xil norozilik bildirish harakati o'tirg'i chiqdi. Birinchisi, Tibetda Yalujang bu daryo sig'i selingan Xitoyning to'smisi. Bu to'smiga quriladigan Xitoyning elektr stansiyasi va bu daryoning tuvan aqimini bulg'ash yoki bu daryoning tuvan aqimida aqim o'zgartish paydo qilish. Shu orqali qurg'oqchilik va boshqa ofatni keltirib chiqarish. Buning Hindiston qattiq norozilik bildirdi. İkincisi hozir Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni, ya'ni Xitoyning mustamlikasi Xinjiangda Uyg'uristonda Xotanga qarashli ikki noya ta'sis qilibmiz. Buni biz birisini Xikang demdi, birisini Xian demdi. Ishqilib tinchlik, bexatarlik degan mavzularda Xitoy ism qo'yibdi noilaga. Bu noilaning birisi Xikang degani, Xikangshan degani. Hozir Xitoy bilan Hindiston o'rtasida talash tortish bo'layotgan Aqsoycha. Teva, Xudo. Aqsoychin Uyg'urning zimini ishga davlat talashyapti do'stim. Aqsoychin Uyg'urning zimini, Uyg'urning vatani ishga davlat talashyapti. Ko'rdingizmi ma taqdirni? Mustamlikachi Xitoy ve şunda g'arazli bo'layotgan Hindiston talashyapti. Bundan hayron qolasiz vatandosh. Buning isboti bildirganda Hindiston taraf shunday debdiki, sen bu yerga Xikang deb noy qursan, Xotanga qarashliq, Xotay viloyatiga qarashliq shunday noy qurdigan bo'lsam, bu hech qachon Hindistonning bu rayonga bo'lgan egilik huquq tashabbusiga ta'sir ko'rsatmaydi. Shundaqla sening bu rayonni qonunsiz egallab olishingni ham şöhretke ve yoki qimmatga ega qilmaydi. Ishkinoyi quryapsan deb. Hozir Jack Sullivan davlat bexatarligi maslahatchisi Hindistonda ziyoratda bo'ladi vatandoshim. Endi qaysi masalalar konkret oldi qaraydi. Buni keyin xabarlarda anglaymiz. Undan keyin yana bir xabarda nima deyildi desangiz, endi bu xabarning mavzusini o'qib oxiri sal takror jumlalarga qo'yib qo'yaylik oxirini. Mavzusi nima desangiz, Xi Jinping urush do'mbig'ini chaldi. Ko'rdingizmi? Turgin bizning degan to'q taslim bo'lsang dal vaqtda, mushu 10 kun ichida. Prezident Trump Aqsaray kirishning avvalgi 10 kun ichida. Buning ahamiyati boshqacha. Prezident Trump Aqsaray kirgandan keyin taslim bo'lsang, uning ahamiyati boshqacha. Agar vatanparvar bo'lib, Jumhur Xalq Jamhuriyatida yashayotgan Xitoy fuqarolarining taqdirini o'ylashadigan bo'lsang, ish shundoq bo'ladi. Sening tufayli Jungoda qalaymaqonchilik, zo'ravonlik va yoki militaristlar yig'iligi, ishki urush degandek narsalarni saqlash uchun sen buning yo'lini tanlab ol degan. Chunki bu hukm qilish shaklimiz nereden keldi desangiz, 2018-2019 yillarda shunday so'zlab o'tirib chiqdi-ku. Teslim bolsan hazır teslim bol. Hazır teslim bolsan, öğrü turup, kolunu götürüp teslim bolsan. Eğer kechikib qaladigan bolsan, o vaqtda jikinib o'ltirib teslim bo'lishga to'g'ri keladi. Degan edi, shunday so'zlagan edik. 2018-2019 yillarda sizlarga vatandoshim. Endi bugun navbat keldi. Bir qatim chaqirdi, seni murosimga qatnashamsan, Xi Jinping kelib murosimga qatnash dedi. Ikkinchi qatim yana bir qatim chaqirdi. Sening tashqi ishlar ministrligi tarafidan buni yo'q,
Ya degan javobni bermedi men ko'midi matbuotlarda vatandosh kechiring. Endi hozirgi hisobda Jungoda bo'layotgan o'zgarishlar. Hozir bugun Latina Xanvi Kangmo, Xanvi Mingmo shundaq bir generalni qo'lg'apti. Bu mu Reis Xi Jinping munosabatli general ekan. Oldinqilardan boshqa bugun Latin qo'lg'apti. Endi buni Zhang Yuxia taraf qo'lga oldimi yoki kim taraf qo'lga oldi hozirgacha? Bu mu toza aniq emas. Bir kuni Zhang Yuxiani bundoq deydi, bir kuni undoq deydi. Xilma-xil gaplar vatandosh. Biz boshdan oxiri sizlarga so'zlab keldik. Vaziyat yoki bir hukmronlik, bir mustabid hukmronlik oxirlashgan davr kirganda har qanday gap o'tirg'i chiqadi. Hammasi so'zlaymiz, hammasi anglaysiz vatandoshim. Mavzu mundaqkan qarang. Xi Jinping urush do'mbig'ini chaldi. Davlatning taqdirini dog'i tikdi. Hargiz murassa qilmaydigan bo'ldi. Mavzular xabar 1-oyning 4-kuni Van Vetorbiti e'lon qilindi. Bu xabar emas, bu obzor ekan, Sayshin kun degan apandi yozgan obzor ekan. O mavzunun o'zini sizga kifoya edin. Vatandaşı. Qolganlar tekrar gapga. Endi mani qarab turaman. Buni sizga tafsili avval material shaklda topshiramiz vatandash. Bu xabar chiqish bilan Xi Jinping o'ltirolmay qoldi. Mavzuli xabar 1-oyning 4-kuni Van Vetorbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Ikkinchi qatim Moskvaga kirish oldi turgan prezident Trump Rossiya Ukraina urushini tez oxirlashtirishni arzu qiladi, umid qiladi. Prezident Trump bir tarafdan Moskvaga uchur yetkazib, yana bir tarafdan urush to'xtatish jihatda Jungoning yordam berishidan bishorat berdi. Jungo qo'shildimi bu masalaga, Rossiya va Ukraina urush masalasiga? Demak, sen Rossiya urushni boshlagan kundan boshlab Rossiyaga yordam berib kelding. Harbiy ishlar, iqtisodiy ishlar, dollar, hatto banka ara yordam berib kelding. Endi bugungi kunda biz urushni oxirlashtiramiz deyapmiz. Rossiyaga uchur yetkazdik. Sen Jungo ham buningga qatnashishing kerak. Turgan so'zga leksiyamizda muhokama nima dedik? Hozir Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin javobgarlikning yerimini degidek Jungo ödegeliş gerek deydigan niyetga keldi dedik vatandaş. Shundaq o'yladi hozir prezident Vladimir Putin dedik. Shundaq hozir endi urushni to'xtatdi. Bu umid, bu arzu, hozir xalqning, dunyo xalqining arzu umidi. Bundoq paytda bu uchurni Moskva tarafga yetkazib prezident Trump endi shundaq Jungoning bunaqa yordam qilishidan bishorat berdi dedi. Prezident Trump o'tirib chiqargan Zaytun shahriga kelsak, Moskva bilan Beijingning ko'nglida son bor edi. Xi Jinping doiralari bu qatimqi dastakdan foydalanib, Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni o'ylaydi. Demak, yordam, urush to'xtatishga Beijing sen yordam qilishing kerak. Endi bu Beijing uchun foydalanishga tegishli dastak. Bu destekten paylanıp Beijing bilan Amerika'nın, Washington'un munosabatini yaxshilash. Bunu Jungo taraf arzu qiladi, o'ylaydi. Prezident Vladimir Putin bo'lsa, bu yaxshi fursatdan paylanıp qiyinchilikdan qutulishni o'ylaydi. Demak, Jungo bunda o'ylaydi, Prezident Vladimir Putin unda o'ylaydi. Urush to'xtatish taklifini o'tirib qo'ygan kishi Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidenti Donald Trump. 2024-yil oxirlashadigan bir paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning maxsus aeroplani Washingtonga yetib keldi. Tashqi dunyo xilma-xil inkas, xilma-xil qiyoslar va xilma-xil fikr qilishlar qo'zg'aldi. Tahlilchilar bunda ko'rsatdi. Bu qatimqi safarda balki Rossiyaning yuqori darajalik amaldori Amerikaga yetib kelib,
Rossiya Ukrayna söhbetini muhakeme kıldı. Rossiya Ukrayna söhbetini orunlaştırışını teşkilleşti, Washington'da muhakeme kıldı. Belki dedi Cuma muhakeme kıldı deyişte. Hem de Prezident Trump ile Prezident Vladimir Putin'in söhbetiga yol açtı deyişte. Demek bu kadar muhakeme kıldı. Ona deyken Prezident Trump ile Donald Trump ile Rusya Prezidenti Vladimir Putin görüşüdü. Qayerda da bu orla bekitilmedi o, lekin görüşüşke yol açtı. Söhbetleşke yol açtı dedi. Çünkü dairleri bu işe bek dikkat kıldı. Muşkatem Washington'da Rusya tarafı uçup gelgen aeroplan işe, yani mahsus aeroplan işe, çünkü dairleri bek dikkat kıldı. Ve Xi Jinping'in endişeleri şu kadar aşkarlandı. Prezident Trump ile Prezident Vladimir Putin'in Xi Jinping'in arkası durup savdo qilishdan korktu. Xi Jinping ensirashtirib aşkarlandı sebep, hazır bu naq meydanda Xi Jinping yok. Prezident Trump ile Donald Trump ile Prezident Vladimir Putin nime deyişidi. Yani Xi Jinping'in arkasında nime savdo qilishidi. Xi Jinping hazır ensirashga, çöküşge başladı. Bunun da korkuşga başladı. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Moskvani setib etish. Mushaqatimda mushundaq munosabat doirasida Moskvani setib etish. Yani Rossiyani setib etish. Bu go'yodagidek Xi Jinpingning navbatki az uchraydigan dastligi edi. Demak, Moskvani setib etish, Rossiyani setib etish, bunu Xi Jinping o'ylaydi deydi. Hemini Amerika'ya tapşırışı Xi Jinping oylaydı. Bu bir Xi Jinping için bir destek dedi. Moşu yolda Xi Jinping çünkü Kompartiyası Amerika Koşmuş Ştatları bilen bağlan münasebetini yaxşılaşı gerekti. Bu del Xi Jinping'in hiyali idi vatandaş. İntayın nazik yedik, nazik cümleler bu vatandaş. Bu Xi Jinping'in bu Moskva'nın setib etiş, bu güyadi gidek Xi Jinping'in növbeti az uçraydigan destigi idi. Eğer bu destekni tez işletmeydigan bolsa, şu haman yoktu bu yaptı. Gördünüz mü bu vakit kahatçiligini? Sen bugün Moskva'nın kılmışını Amerika Koşmuş Ştatları baş kılışın gerek. Reis Xi Jinping. Bu senin için destek. Amerika bilen bağlan münasebetini yaxşılaşı için destek. Eğer sen bu usulünü, bu çağrını tez işletmişsen, o vakti bu şu haman tükeyişidir. O vakit getirdi, o fırsat getirdi, tükeyişidir. Destekiydi, yoktu koyattı. Şu haman yoktu koyattı. Biz ne? Bunun deydik içine, bunun aksine Prezident Vladimir Putin Xi Jinping'ni setib etdi. Nima gaplar bu endi vatandaş, qarang. Hazır setib etish ma'nosi değil. Amerikaga setib etish deyli, o aşkar etib. Moskva Beijingni setib etmoqchi. Anaqa aldiryapti. Beijing Moskvani setib etmoqchi. Buningga aldiryapti. Ko'rdingizmi? Demek bu dünya, rangdar dünya, real dünya. Bu dünya alkandek dünya. Hey çünkü senin ornun nerede Beijing? Hey Rusya, senin ornun nerede Moskva? Şunu iş kılganda ornunu qarab durup iş gel. Ornunu deslep durup iş gel. Körenlik kılma. Men dünya hocayım bolime deme. Çünkü Kompartiya şundaqla fırsatdan paydalanıp, yuçukdan paydalanıp, bugün Suriyaga hücum qılaman, ata Ukraynaga hücum qılaman, hücum qıldım deme. Rusya, Moskva, gördüğüm endi ahirki hesapta sen bugün hem Amerikaga yaxşı buluş cihetde aldıravatsan, oylavatsan Moskva, sen bugün hem Amerikaga yaxşı buluş cihetde oylavatsan, aldıravatsan Beijing. Mana bu senin takdiri. Şuna ya vatandaş, mana bu senin iki devletinin takdiri.
umumyüzlük garp yüzleniş. Çünkü Rusya tüydü mü taptatığına? Tüketti bu başka mavzu önce mi? Bu başka mavzu ki. Bu mavzu hazır sözlerimiz Suriye'nin mavzusu ki. Başlaydı kana. Sen mi aldıravatsan Amerika ile münasebetini yaxşılaşqa beycan. Sen mi aldıravatsan Amerika ile münasebetini yaxşılaşqa Moskva. Demek hazırki moment, hazırki vaziyet, hazırki diyallık, hazırki üç devlet münasebeti. Rusya, Amerika, Rusya, Cungo, Amerika, Amerika, Rusya. Üç taraf münasebeti intayın nazik, başındak bir peş tuttu. Vatandaş.